O'zi shu bo'layotgan urushlar orqasida umuman boshqa sabablar turibdi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, qaysi davlat Xitoyga neft sotayotgan bo'lsa, o'sha davlat bilan o'ynashyapti Amerika davlati. Chunki Xitoy o'zining ehtiyoji bo'lgan 18-20% neftni Rossiyadan sotib olardi. 14-16% ni esa Eron, Venesuela kabi davlatlardan. Venesueladan eng ko'p neft sotib oladigan davlat bu Xitoy edi. 6-10% oralig'ini esa Braziliyadan sotib olardi Xitoy. Lekin 2025-yilda Braziliya va Amerika o'rtasidagi diplomatik muomala anchagina buzilib qoldi. Chunki sababi Xitoy davlati dunyodagi ikkinchi eng buyuk iqtisodiyotga aylangan 18-20 trillion dollar atrofida va tez suratda o'sib boryapti. Amerika esa 30 trillion dollar. Bu raqamni shunishingiz uchun aytib beraman, Rossiyaniki atiga 2 trillion dollar. Qardoshimiz Turkiyaniki 1,5 trillion dollar. 1 yillik yalpi ichki mahsuloti. Endi Xitoy davlati Tayvan bilan o'ynashayotgandi, chunki Tayvanda dunyoning miyasi ishlab chiqariladi, mikrochip, telefon, kompyuterlar kerak bo'ladigan va dunyodagi mikrochip bozorini qariyb 70% ni Tayvan nazorat qilardi. Bu narsani esa Xitoy ishlab chiqara olmayapti. Bunga javoban Amerika Xitoy bilan aloqa qilayotgan davlatlar bilan o'ynashyapti. Misol, Eronga neftini sotmaslik shunga o'xshagan sanksiyalar e'lon qilgandi, lekin Eron yashirin yo'llar bilan Xitoyga neft olib kirib sotishga harakat qildi. Qarang. Lekin tarixda do'stlar, iqtisodiy to'siqni eng chiroyli buzib chiqqan davlat bu Xitoy bo'ldi. Chunki siz iqtisodiy boyimoqchi bo'lganingizda sizni muammoga kirgizib yuborishadi. Qanchalik demokratik davlat bo'lishingizga qaramasdan, chunki iqtisodiy boyimasligingiz kerak. Ha do'stlar. Hozirgi bo'layotgan narsalar xuddi sovuq urush davriga o'xshaydi. Sovet bilan Amerikani bir-biriga o'yin ko'rsatishi, bir-biriga kuch ko'rsatib. Lekin hozir do'stlar dunyo siyosatida shaxmat o'ynashyapti. Endi do'stlar bu geografiya mahkumlarini o'qidinglarmi? Bitta o'qib ko'ringlar do'stlar. Ba'zan berilgan la'nat qurolga aylanib borishi mumkin ekan. Hayron qoldim to'g'risi. Lekin Telegram va Instagram kanallarimga albatta obuna tashab qo'yinglar, chunki do'stlar eng zo'r ma'lumotlarni qo'yib boryapmiz. Bizga qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Shunaqangi vaysab turamiz orada. Salomat bo'linglar. O'zi shu bo'layotgan urushlar orqasida umuman boshqa sabablar turibdi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, qaysi davlat Xitoyga neft sotayotgan bo'lsa, o'sha davlat bilan o'ynashyapti Amerika davlati. Chunki Xitoy o'zining ehtiyoji bo'lgan 18-20% neftni Rossiyadan sotib olardi. 14-16% ni esa Eron, Venesuela kabi davlatlardan. Venesueladan eng ko'p neft sotib oladigan davlat bu Xitoy edi. 6-10% oralig'ini esa Braziliyadan sotib olardi Xitoy. Lekin 2025-yilda Braziliya va Amerika o'rtasidagi diplomatik muomala anchagina buzilib qoldi. Chunki sababi Xitoy davlati dunyodagi ikkinchi eng buyuk iqtisodiyotga aylangan 18-20 trillion dollar atrofida va tez